Ne olganga 20 ming qilib beraman. Xalq uchun. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bugun biz Chorsu bozorini obzor qilishga keldik va sizlarga bugun Chorsudagi dehqon bozorini optim tarafini obzor qilishga harakat qilamiz. Albatta bu ushbu videomiz sizlar uchun foydali bo'ladigan umidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bozorga kirib kelish yo'li quyidagicha bo'ladi. Mana bu ovqat bozor, mana bu Chorsuning yuqori dehqon bozori, mana bu yer kiyim-kechak bozor va mana bu fontan. Xuddi mana shu yerda mana bu yo'lakdan o'tiladi dehqon bozorga. Hamma biladigan metro aynan mana shu yerdan optim bozor boshlanadi. Bemalol o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni shu yerda arzonroq narxda sotib olishingiz mumkin. Bu yer albatta yuqoridagi bozorga nisbatan ancha arzon. Xullas, biz boshladik, narxlarni so'raymiz. Assalomu alaykum. Giloslar qanchadan ekan? 65 ming. Bananchi? Bananlar 20 ming, giloslar 65 ming so'm. Qovunlar ko'pchilikka qiziq. Sezon boshlandi. Tarvuzlarning ham sezoni boshlandi. Buni ham narxi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, chunki hamma joyda narx har xil. Shuning uchun qimmat olib qo'ymaslik uchun sizga yaxshi joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, qovunlar qancha ekan? Assalomu alaykum. Kilosi 12 ming a? Tarvuzlarchi? Tarvuz 3 ming kilosi. Kilosi 3 ming a? Tushunarli. Qovun biroz qimmatroq ekan bu yerda, lekin tarvuz normalni. Sharbatchi. Malina, malina. Xo'p, malinalarni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Malinalar qancha ekan? 36 ming bu. Sizce var 48 ming. Bular 48, bulari 36. Mesnilar ekan bular. Rahmat aka. Shotut qancha? Shotut 65 ming. Smaradina 45 ming. Smaradina 45 ming. Chatchimi ekan? Keling malina. Sliva qancha ekan? Malina beraymi? Olxo'ri. Olxo'ri qancha aka? Ola beraymi? Keling malina. 15 mingdan a? Mana bu 20. Kalibrini ko'ringlar. Ha, bu 20. Ha, bu 15 dan a? Mana bular 20 mana. Malina. Bular 20 dan, bular 15 dan, bular 20 dan. Kelinglar Mayda. Mana ular 10 mingdan ekan. Bular kompotga. Lekin yaxshi katta-katta ekan a? Keling malina beraymi aka? Men shundan olishni tavsiya qilaman. Normalni katta-katta ekan. Shaftollar qancha bo'ldi? 25 mingdan. 25 ming. O'rikchi? 35-30 qilib berar ekanlar. Bir dona dog'i yo'q, normalni, adborni, yaltiroq, zaldori. Xo'p. Olmalarchi? Olmalar 20 mingdan, jonoqqa shirin olma. Mana Arentar. Ko'rib qo'yinglar. Mana metro. Mana Arentar. O'lchalar 15 ming so'm ekan. Bemalol kompot qilishingiz mumkin. Agar ko'proq olsangiz arzon ham qilib beradilar. Mana. Vasbetishi. Assalomu alaykum. Bu o'liklar qanchadan ekan? 30 ming so'm. Ha, ko'proq olsa kelishtirib berasiz. Ko'proq olsangiz kelishtirib beriladi. Mana Arentar. Bu ancha shaftollar qancha ekan? Oke, mana tarvuzimni reklama qiling. Xo'p. Qayerda? O, ana sizga o'tadi. Narxi arzon bo'lsa reklama qilaveramiz, tavsiya qilaveramiz. 15 mingdan qilib berasiz, ha? Ha, 15 ming so'm yashik. Ha, 15 mingdan qilib berar ekanlar. 20 ming so'm yashik. Bu 20 ming. Bunisichi? 25 ming. Buni ham olganga 20 ming qilib beraman. Xalq uchun. Kelishtirib berar ekanlar. Olmaman, 13 ming qilib beraman. Olma 13 ming, boshqa joylarga nisbatan ancha arzon ekan. Bemalol shu yerdan xarid qilishlaringiz mumkin. O'rikchi, o'rik. O'rini ham 25 ming qilib beraman yashik. Yaxshi, narxlar borgan sari arzonlashyapti. Mana Arentar, metro. Mana bu yerda akamiz savdo qilyaptilar. Assalomu alaykum. O'rmang. Tarvuzlar qanchadan bo'ldi aka? Tarvuzlar kilosi 3 ming so'mdan. Bugun 2,5 mingdan qilib beraman deyaptilar. Ko'proq olsangizlar agar. Qovunlari ham bor, qovunlarni ham kelishtirib beradilar. Bular optimchi.
Sveji. Ha, katta miqdorda yuk olib keladilar. Hammasi sveji, mana ko'rganlaringizda mana bandlar turibdi, yam-yashil turibdi. Bu degani yangi uzilgan tarvuzlarimiz. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Arentir mana metro Chorsu, metro Optum bozor orqasida joylashgan. Akamiz har kun shu yerdalar.